Assalamu alaikum, hurmatli ko'ruvchilar, hurmatli shaharimizdin turg'undari. Bunavi Seydaliyev ko'chasidan kelib, saydi bo'ylab kelib, bunavi reschaqa o'ta turgan yer. Bunavi yosh bolalarni qarovsiz daryoning ichida yurganini qarangizlar. Bu to'g'ri emas ko'rinish. Hurmatli ota-onalar, Qadamja shahrining turg'undari, pulgonchilar, pulgon tegragida, severniyda Uşu baldardı ko'zamildab qo'yingizlar. Xudoy saqlasin. Jon chachim bo'lib turgan uchur qo'qis sel kelib qolsa, qachalbay qolat bular. O'shani oldini olib eskartayin deb tartib qo'ydim. Mana men ko'prikdan turib tartib o'taman. Bu baldardı o'ynagani yaxshi. Biroq daryoning ichida qovibdi u yerda o'ynab yurishadi. Huquq qo'rg'ov organlari, uchastkovoylar ko'zamildab qo'yingizlar, surani kim ushul videoni ko'rgan bo'lsa, ehtiyotlab qo'yingizlar. 4-5 klassning baldari o'xshaydi.